Xay Koreya, men Qirg'iziston ovqat brendiga hamkorlik taklifi bilan chiqdim. Ularning reaksiyalari? Yo bismillah. Nomdor somsa Bellissimo Fidab Max Sweat Kumi Papa John Street 77. Yo bismillah deb men ham challenge o'tkazib ko'rdim. Mato va furnitura sotadigan naqd 35 ta brendga o'z taklifim bilan chiqdim. Taklifim quyidagicha edi. Men tikuvchilik sohasida faoliyat yuritaman va kurslar sotuvi bilan shug'ullanaman. Auditoriyam 90% ayollar hamda hammasi tikuvchilikka qiziqadigan ayollar dedim. Men bepul marafon o'tkazyapman. Shu marafonga homiy bo'la olasizmi degan mazmunda taklif yubordim. Natijalar esa quyidagicha. Juda balandlarga osilib yuborman shekilli. Katta brendlar javob ham berib o'tirishmadi. Hatto men 50 ta obunachisi bor bo'lsa ham, 200 ming ta obunachisi bor bo'lsa ham hammaga bitta matnda kopiya qilib yuborgandim. Eng qiziq javob esa Abu Sahiy matolarniki bo'ldi. Siz bizdan umuman mato xarid qilmagansiz, endi bizni ko'rib qolib bizga yozyapsiz. Hatto men sizga bitta imkoniyat berishim mumkin. Bizdan mato xarid qilib, uni tikkab Instagramga joylasangiz, savobdir qilib joylaymiz deyishdi. Albatta, ular menga homiy bo'lishga hech qanaqasiga do'l emas, o'shaning uchun xafa ham bo'lib o'tirmadim. Javoblar ichidan yana bitta javob e'tiborimni tortdi. Bu Furnitech brendining javobi edi. Alloh ishlaringizni xayrli qilsin. Albatta homiy bo'lamiz. Nechta g'olib bo'ladi degan savolni berdilar. Juda ham xursand bo'lib ketdim. G'oliblar 3 ta degandim, o'zlarining sovg'alarini aytdilar. Xudo xohlasa marafonda qatnashib ham bepul bilimga ega bo'lishingiz mumkin. Ham Furnitech brendining sovg'alari 1-o'ringa dazmol, 2-o'ringa universal kolodka, 3-o'ringa esa 90 minglik qaychiga ega bo'lishingiz mumkin.